Kimda damasi bo'lsa, mana shu videoni oxirigacha kuzatishni tavsiya qilaman. Damaslarda mana eshik ochiladi-ku. Rezinka tashlamasa yoki zubchatil rement tashlamasa mana shunaqa shishka paydo bo'ladi. Endi bitta atverka yordamida mana shu bosh og'riqqa yechim topdik akalar. Bu damaslarning hammasida o'zi bo'lar ekan. Faqat e'tibor qilish kerak ekan. Mana shu narsani bitta atverka yordamida sal ko'tarsalaringiz stop vazifasini bajaradi. Oxirigacha bormaydi. Ko'ryapsizlarmi? To'xtadi. Kimga damasi bo'lsa, shularga yuborib qo'ying. Sog' bo'linglar. Kimga ligirovka, eshik ligirovka kerak bo'lsa